yo'lovchilar, bugungi mavzumiz modda almashuvining buzilish patofiziologiyasi. Ayniqsa demak uglevod almashuvining buzilishining qandli diabet kasalligining patofiziologiyasi. Hozirgi kunda qandli diabet kasalligi 21-asr vabosi desak xato qilmaymiz. Nima uchun deganda, bu asosan mavzu juda aktual qandli diabet kasalligi. Chunki jahon prognozlariga ko'ra, Sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotiga ko'ra, 2025-yilga kelib kasallarning soni yer yuzida 300 milliontaga yetgan. Undan tashqari Yevropa mintaqasida 38,2 million kasallar 2025-yilga kelib ular bo'lishi kutilmoqda. Ularning soni 44,2 millionga, ya'ni 16% o'sishni demak kuzatilmoqda. Undan tashqari rivojlangan mamlakatlarda o'limning eng asosiy sabablaridan biri bu qandli diabet bo'lib, har yili millionlab o'lim sabab bo'lmoqda va qandli insonlar orasida ayniqsa ko'p uchramoqda. Ana endi savol tug'iladi: qandli diabet nima o'zi? Qanaqa kasallik? Hozirgi kunda demak qandli diabetning asosiy demak ta'rifi shundan iboratki, qandli diabet bu organizmda metabolizmning buzilishi bilan xarakterlanadigan qonda glyukozaning miqdorining oshishi va insulin sekretsiyasining buzilishi yoki insulin sekretsiyasi boru uning ta'sir etishining buzilishidan rivojlanadigan kasallik bo'lib hisoblanadi. Qandli diabet kasalligining asosiy etiologiyasi. Birinchi demak etiologik omil qandli diabetning demak birinchi turida bu kasallik asosan turli xil omillar ta'sirida rivojlanishi mumkin va bu kasallik autoimmun xarakterga ega. Bundan tashqari sabablari har xil demak surunkali stresslar, asabiy buzilishlar, suv chechak, qizilcha, gepatit, paratit kabi infeksiyalar. Undan tashqari oshqozon osti bezining buzilishlari, beta hujayralarning shikastlanishidan kechadigan kasalliklar, surunkali pankreatitlar, semirishlar, organizmda modda almashuvining buzilishi, yog'lar almashuvining buzilishidan kelib chiqishi mumkin. Bu kasallikning etiologiyasi. Qandli diabetning klassifikatsiyasini o'rganib chiqsak, qandli diabet asosan 3 xil turga bo'linadi. Birinchi tip qandli diabet bu demak birinchi tip insulinga bog'liq bo'lgan qandli diabet bo'lib, ikkinchisi qandli diabetning ikkinchi tipi bu asosan o'rtirilgan qandli diabet va uchinchisi esa gestatsion qandli diabet. Ayniqsa homiladorlik davrida kuzatiladigan qandli diabet bo'lib hisoblanadi. Bundan tashqari biz qandli diabet kasalliklarini o'rganishda demak ularning rivojlanish mexanizmiga asosan qarashimiz kerak. Demak birinchi tip qandli diabet bu asosan autoimmun kasallik bo'lib, irsiy nasldan naslga beriladi va asosan kichkina odamlar, kichkina bolalarda uchraydi. Bu 30 yoshgacha bo'lgan insonlarda uchraydi. Bu kasallikning asosiy sababi, ya'ni rivojlanish mexanizmida biz shunga e'tibor qilishimiz kerak. Asosan biz bilamizki, inson organizmida oshqozon osti bezi 5 xil hujayralardan iborat bo'lib, beta hujayralar Langerhans orolchalarida joylashgan bo'ladi. Va ana shu beta hujayralar normada sog'lom odamda ovqat hazm qilgandan keyin oshqozonga uglevodlar, oqsillar, yog'lar tushadi. Shular bilan birga demak asosan suv, elektrolit va minerallar tushadi. Lekin bizning organizmimizga tushgan uglevodlarga javob reaksiyasi sifatida insulin degan gormon ishlab chiqariladi va bu beta hujayralardan ishlab chiqariladi. Ana shu insulinning vazifasi nimadan iborat? Insulin inson organizmida u demak barcha hujayralarga, tuyqalarga, barcha hujayralarning membranasiga borib kalit vazifasini bajaradi. Ya'ni u ana shu hujayralarning demak eshigini ochadi. Bu eshik ochilishidan maqsad hujayra ichiga esa glyukoza kiradi. Qandli diabetning birinchi turida asosan kasallikda beta hujayralar shikastlangan bo'ladi va bu shikastlanganligi sababli demak qonda insulin gormon ishlab chiqarilmaydi, ya'ni ajralmaydi. Natijada insulin ishlab chiqarilmagandan keyin hujayralarning demak
eshigida membranasida eshik ochilmaydi, ya'ni kalit yo'q. Natijada hujayraga glyukoza, uglevod kirmaydi. Bu o'z navbatida esa qonda glyukoza miqdorining oshib ketishiga sabab bo'ladi. Qandli diabetning ikkinchi turi bu asosan 40 yoshdan keyin uchraydi. Asosan demak surunkali organizmda modda almashinuvning buzilishi, 40 yoshdan keyin uchrashining sababi demak semirish natijasida uchrashi mumkin. Demak har xil organizmda alkogol ko'p qabul qilishlar natijasida uchrashi mumkin va bu asosan orttirilgan tur hisoblanadi. Va qandli diabetning ikkinchi turida endi oshqozon osti bezidagi beta-lang hujayralar, ya'ni qaysi langer gaz orolchalarida joylashgan, ular insulin ishlab chiqaradi. Lekin insulin ishlab chiqargan taqdirda ham oshqozon osti bezi sog'lom, glyukoza qonda bor, insulin gormon bor, lekin organizmda jigarda masalan yog' bosgan, gepatoz deymiz. Mushaklarda yog'lar ko'p, charmlar ko'p, organizm semirgan yoki organizmda modda almashinuvi buzilgan. Shuning uchun ana shular ta'sirida o'sha yog'lar hujayralarning yuzida joylashgan insulinga sezuvchi retseptorlarni ular tanimaydi. Ya'ni kalit bor, lekin ochilmaydi hujayra, chunki uni hujayralar ustida retseptorga sezuvchanlik buzilgan. Shuning uchun bunday kasallarda qandli diabetning ikkinchi turi yoki ikkinchi nomi insulinga bog'liq bo'lmagan turi uchraydi. Uchinchi turi bu gestatsion qandli diabet bo'lib, u homiladorlik davrida uchraydi. Homiladorlik davri 9 oy tugagandan keyin yana ayolda hech qanday demak diabet kuzatilmay o'tib ketadi. Chunki biz bilamizki, ayol homilador bo'lgandan keyin albatta inson organizmida barcha modda almashinuvlar 2 karra oshadi. Shuning uchun bu hammada ham emas, ba'zi homilador ayollarda uchraydi va bu homiladorlik tugatilgandan keyin o'tib ketadi. Ana bizlarda demak bu yerda ko'rsatilgan oshqozon osti bezi, ana oshqozon osti bezidan ishlab chiqarilgan insulin, ana kalit vazifasini bajaradigan ana insulin, ana bu demak glyukoza. Qaysi bu hujayraning ichida demak ana insulin kalit vazifasini bajarib, u hujayraning ichiga demak ana glyukozani o'tkazishni ta'minlab beradi. Hozirgi aytgan mexanizmimiz asosida. Ana bu yerlar demak bu qonik shakldagi elementlar e'tirozlar, ana bu esa demak glyukoza, ana bular esa insulin, ana retseptorlar. Ikkinchi tip qandli diabetning insulinga bog'liq turida ana shu retseptorlar, ya'ni oddiy fan tilida retseptor, oddiy xalq tilida bu sezuvchanlik deyiladi. Ya'ni insulinga bo'lgan sezuvchanlik, ya'ni retseptorlar qandli diabetning insulinga bog'liq bo'lmagan turida yaxshi rivojlanmagan bo'ladi. Shuning uchun demak hujayra ichiga qand kirmaydi, ya'ni glyukoza kirmaydi. Bu asosan demak qandli diabetning demak rivojlanish mexanizmi. Qachonki qandli diabetning biz rivojlanish mexanizmini bilsak, keyin albatta uning biz kasallikning klinik belgilarini bilishimiz mumkin. Qandli diabet bo'lgan kasallar hozirgi kunda juda ko'p uchraydi. Shuning uchun sizga kasal qabul qandli diabet bo'ldim deb, masalan, oddiy masalan men patologik fiziologik konferensiya talabalariga ma'ruza o'qishda har doim aytaman. Kasal sizga murojaat qiladi. Bugun oddiy xalq kelib so'raydi. Men bugun poliklinikaga bordim, qon topshirdim va menda qandli diabet kasalligi bor ekan deb tashxis qo'yildi deb hech qachon kasal xursand bo'lib aytmaydi. Albatta kasallar xafa bo'ladi. Chunki hozirgi kunda xalq orasida qandli diabet kasalligi haqida oddiy xalqqa ma'lumotga ega va ular biladiki bu yaxshi kasallik emas. Chunki kasallikning asoratlari yaxshilikka olib kelmaydi. Shuning uchun ular ehtiyot bo'lish chorasini ko'radi. Lekin siz tibbiyot xodimi sifatida sizdan kelib so'raydi. Men qandli diabet kasalligiga duchor bo'libman deb, ba'zi kasallar hatto depressiyaga, tushkunlikka tushadi. Biz ana shu kasallarga oddiy xalq tilida tushuntirishimiz kerak. Qandli diabet kasalligiga chalindim degani o'ldim degani emas. Avval 20-asrda teorisini aytsak, biz o'sha tibbiyotimiz hali yaxshi rivojlanmagan vaqtda qandli diabet bo'ldim, ya'ni o'ldim deb kasallar ruhiy tushkunlikka tushardi.
Allohga shukr, hozirgi kunda tibbiyotimiz rivojlangan. 21-asrda biz. O'sha uchun qandli diabet bo'ldim degani o'ldim degani emas. Qandli diabet bo'ldim degani oilangda yangi chaqaloq tug'ildi degani. Nima uchun? Chunki masalan siz kasalimiz qandli diabet bilan kasal bo'lsa, albatta unga biz 9-stol parhez stolini demak nima tavsiya qilamiz. Nima uchun chaqaloq tug'ildi degani? Albatta dunyoga chaqaloq kelsa, siz oilangiz bilan oddiy qandaydir bir xamir mahsulotlardan ovqat pishirib yesangiz, chaqaloqqa bu mahsulotlarni bermaysiz. Chaqaloq uchun siz avvaliga qozoncha olasiz va unga o'sha oshqozonni ichaklari qaysi mahsulotlarga tayyor siz parhez taomlar bilan chaqaloqni parvarish qilasiz. Shuning uchun biz kasallarga tushuntirishimiz kerak. Qandli diabet bu hozirgi kunda juda ko'p uchrayapti. Harakat qilishimiz kerak, kasallarga aytishimiz kerak. Hozirgi kunda qandli diabet bilan bo'lgan kasallar hatto Xudo xohlasa 100 yilgacha yashashi mumkin. Bu faqat o'zini sog'lom turmush tarzi, o'zini demak samokontrol, ya'ni o'zini to'g'ri demak nazoratga olib yurish kerak. O'zini qonda qonni tekshirib, demak me'yorda parhez taomlarni iste'mol qilib, sog'ligini, asablarini tinchlantirib, sog'lom turmush tarzini olib borish kerak. Jismoniy sport bilan shug'ullanish kerak. Ana shunda u bemalol yana Alloh bergan umrni uzoq bilan ko'rishi mumkin. Ana endi qandli diabet kasallikka qanday chalingan kasal qayerdan bilish mumkin? Har doim siz shifokorga bormaysiz. Uy sharoitida, ambulator sharoitda siz qandli diabet kasallik bilishingiz mumkin. Shu kasallikni qanday bilishingiz mumkin? Qaysi belgilarga qarab siz o'zingizda qandli diabet kasalligi bor haqida ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Aslida diabet degan so'zning ma'nosi yelvizak degan ma'noni bildiradi. Yelvizak degani derazani ochamiz, eshikni ochamiz. Derazadan qancha shamol kirsa, eshikdan shunday chiqib ketadi. Bu degani qancha suv ichsak, organizmdan shuncha suv chiqib ketadi. Bu endi qandli diabet, o'zi bu yerda diabetning bitta turi bor. Qandli diabet va qandsiz diabet. Bugungi mavzu masalan qandli diabet haqida gapiryapman. Ya'ni bu oshqozon osti bezining beta hujayralarining shikastlanishi, ya'ni insulinga bog'liq yoki insulinga bog'liq bo'lmagan diabet. Ikkinchisi qandsiz diabet degani bu bosh miyamizda joylashgan gipofizdan ajraladigan antidiuretik gormon. Ya'ni antidiuretik gormon suvni reaksiyasiga javobgar gormon. Va ana shu antidiuretik gormon yana gipofizda qandaydir o'sma bo'lishi mumkin, travma bo'lishi mumkin. Natijada demak bemorlarda qandsiz diabet kuzatiladi. Ana endi bizning talabalarimiz biz ularda klinik fikrlashni rivojlantirish maqsadida 3-kurs talabasi tibbiyot instituti qilsa, uni qo'shnisi kelib so'rasa, menda diabet bormi yo'qmi, u qayerdan biladi? Bu uchun demak ambulator uy sharoitida ham oddiy demak kasallarga xalqimizga tushuntirishimiz kerak. Sizni nima bezovta qilyapti? Bemor demak sari hozir qish mavsumida biz bemor aytadiki, har zamon tez demak diurezga chiqyapman. Biz bemorga aytamiz, sutkalik siz diurezingizni peshobni to'plang. Bu yoqqa o'sha to'plagan peshobingizni olib keling. Peshobni olib kelgandan keyin biz so'rashimiz kerak. Biz bilamizki, tibbiyot xodimi sog'lom odam bir sutkada 1,5-2 litr demak diurez peshob ajratadi. Lekin bu kasalni ko'rsak, peshobning miqdori oshgan, olib kelgan nimasida. O'sha miqdoriga, peshobning miqdoriga qarab biz kasalning ichimizda o'ylaymiz. Demak, bu diabet. Ya'ni bunda diabet bor. Endi bu qandli diabetmi, qandsiz diabetmi? Hozir biz demak shuni nimaga bemorning oldida aniqlaymiz. Oddiy usul. Qo'limizni peshobga solamiz. Agar qand choyga, ya'ni shirinli suvga solganda qo'limiz demak shirali bo'lsa, bu qandli diabet. Oddiy suvga solganda bo'lsa, bu qandsiz diabet ekanligidan dalolat beradi. Shart emas bu uchun demak endokrinologiyaga borib tahlil topshirish. Lekin albatta topshirish kerak, lekin uy ambulator sharoitida biz talabalarimizga o'rgatamiz. Bemalol ambulator sharoitda tashxis qo'yib, bemorni keyin albatta to'g'ri endokrinologga yuborish kerak. Endi bu demak boshlaymiz klinik belgilarning rivojlanish mexanizmi. Biz bilamizki, inson organizmi man hozir sizlarga ma'ruza o'qiyapman. Demak, atayib eng yerga osib qo'yapman. Inson organizmi asosan bosh miya eng yaxshi ko'rgan, demak, eng oziqlanadigan nimasi uglevodlar. Ana endi qarang.
bizni organizmimizda agar kasallarda demak oshqozon osti bezi insulin ishlab chiqarmasa yoki insulinga sezuvchi retseptorlar yaxshi ishlamasa, xohlasangiz, xohlamasangiz siz demak ertalabdan choy ichasiz, nonushta qilasiz. Nonushtaga nima iste'mol qilasiz? Birinchi navbatda non iste'mol qilasiz. Non degani bu demak uglevod degani. Ikkinchi demak nonni albatta shirin choy bilan ichasiz. Albatta shirin choy bu shakar, qand asosida qilinadi. U ham uglevod. Shularni qabul qilganingizdan keyin organizmga tushgandan keyin oshqozon osti bezidan insulin ishlab chiqarmasa, demak qonda qandning, ya'ni glyukozaning miqdori oshadi. Demak, qandli diabetning eng asosiy birinchi kalit so'zi, birinchi klinik belgisi bu qonda qandning oshib ketishi, ya'ni giperglikemiya deyiladi. Endi biz oddiy xalqqa shuni qanday tushuntiramiz? O'sha qandli diabet bo'lgan kasal kelsa, o'sha endi maslahat so'rasa sizdan, siz talabalardan maslahat so'rasa, siz unga qanday tushuntirishingiz kerak? Oddiy qon tomirimiz, bizning qon tomirimiz suv sepadigan oddiy shlanga o'xshaydi. Biz yozda, mavsumda shlang bilan suv sepamiz ko'chalarda. Ana shu bizni demak qon tomirimizga o'xshaydi. Demak, shlangda suv oqadi, toza suv oqadi. Bu toza suv degani sizning toza qoningiz. Ana endi bizning kasallarimizni qon tomirida, qonda qand oshgan. Giperglikemiya degan fan tilida aytilgan, tibbiyot tilida aytilgan so'zni kasal tushunmaydi. Shuning uchun biz kasalga aytamizki, endi sizni qon tomiringizda murabbo qildi, ya'ni qonda qand oshgan. Endi o'zingiz o'ylang, murabbo qanday oqadi? Sekin oqadi. Murabboning demak oqimi sekin, birinchidan. Ikkinchidan, agar men sizga hozir bir qoshiqcha murabbo bersam, siz orqasidan nima talab qilasiz? Suv talab qilasiz. Shuning uchun demak kasal qandli diabet bo'lgan kasallarning eng birinchi klinik belgisi bu giperglikemiya, ya'ni qonda qand miqdorining oshishi bo'lsa, ikkinchisi demak o'sha qonda suvning reabsorsiyasi oshadi. Shuning uchun demak giperglikemiya, demak suvning reabsorsiyasi oshsa gipervolemiyaga olib keladi. Uchinchi klinik belgisi nima ekan? Uchinchi klinik belgisi bu qonning umumiy hajmi gipervolemiya tufayli oshyaptimi? Albatta bu gipertoniyaga olib keladi. Biz bilamizki, qandli diabet bo'lgan bemorlarning demak terisi qizil bo'ladi, rangi qizil bo'ladi. Chunki qon bosimi ko'tariladi. Simptomatik gipertoniya kuzatiladi. Ya'ni qandli diabet bo'lgan kasallarning demak ikkilamchi belgisi sifatida asosiy klinik belgilardan biri demak bu giperglikemiya tufayli gipervolemiya va gipertoniyaning rivojlanishiga olib keladi. Endi qandli diabet bo'lgan kasallarda qonda qandning miqdori oshishi bu oshqozon hujayralariga, barcha hujayralarga, skelet muskul hujayralarga demak uglevod kirmayapti. Lekin inson organizmidan mitoxondriyalarda apet energiya hosil bo'lishi kerak. Krebs sikli asosida. Shuning uchun uglevod kirmagandan keyin hujayralarda uglevod ochligi e'lon qilinadi. Va bu o'z navbatda inson organizmida demak hipotalamusda joylashgan ochlik va to'qlik markazi bor. Lateral va medial yadrolar. Shuning uchun demak hujayralarga ochlik borib ochlik markazini qitiqlaydi, qo'zg'atadi. Shuning uchun qandli diabet bo'lgan bemorlarning ishtahasi doimo qanday? Bunga polifagiya deyiladi. Hatto 12 kechqurun ular hujayrasiga glyukoza kirmaganligi sababli 12 kechqurun turib, "Davay menga ovqat ber, men och qoldim" deydi. Chunki hujayralarda uglevod ochligi e'lon qilinadi. Lekin inson organizmi shunaqa yaratilganki, kompensator mexanizmlar bor. O'sha uchun kasalda energiya hosil bo'lishi uchun yog'lar va oqsillar parchalanadi. O'sha ATF mitoxondriyalarda energiya hosil bo'lishi uchun yog'lar va oqsillar parchalanadi. Ana shuning uchun kasal agar semiz bo'lsa, bir oyga u birdaniga 5 kilo, 10 kilo vazn kamayadi. Nima uchun deganda, chunki zaxiradagi yog'lar parchalanadi. Yog'larning, oqsillarning parchalanishi ham chala kuzatiladi. Shuning uchun chala yonish mahsulotlari hosil bo'ladi. Bir tomondan kasalning keyingi belgisi demak birinchi demak qonda glyukozaning miqdorining oshishi giperglikemiya, keyingi belgisi demak gipervolemiya, keyingi belgisi demak gipertoniya, keyingi belgisi demak polifagiya, ya'ni ishtahaning kuchayishi va keyingi belgisi esa og'riqlar ketish. Chunki organizmda yog'lar, oqsillar parchalanib, bemorlar tez demak
nima vazn tashlashga majbur bo'ladi. Chunki ana bunday qonda glyukozaning miqdori oshadi. Undan tashqari keyingi belgisi qonda demak qon miqdori oshganligi sababli biz inson organizmida bilamizki, buyraklar nefronlardan iborat. Nefronlarda esa chegara bo'ladi. Qondagi qon normada sog'lom odamda ikki demak tekshirish tahlillarda biz ikki tomondan olamiz. Ya'ni biz kichkina demak barmoqlardan, kapillyarlardan olganimizda ularning miqdori 3,3-5,5 millimol na litrga teng. İnson organizmi biz bilamizki buyraklar nefronlardan iborat va ana shu nefronlarda demak qondagi qonning miqdori demak bo'sag'asi bor, chegarasi bor. Aslida biz qonni qonda qonni tekshirish uchun demak kapillyarlardan qonni olamiz va albatta bilak venasidan olishimiz mumkin. Kapillyarlardan olgandan keyin kichik kapillyarlardan olganligimiz sababli normada sog'lom odamning qonida qon 3,3-5,5 millimol na litrga teng. Bilak venasidan olsa normada u 4,4-6,6 millimol na litrga teng. Endi buyrakda esa qonda glyukozaning miqdori 10 millimol na litrga yetgandan keyin buyrakda demak chegara bo'sag'a bor va biz bilamizda buyrakda proksimal distal kanalchalarida ana shu glyukozani birlamchi siydikka o'tkazib beruvchi geksakenaza fermenti uning miqdori yetishmaydi. 10 millimol na litr yetgandan keyin, chegaradan o'tgandan keyin. Shuning uchun ikkilamchi siydikka glyukoza ko'rinishida o'tadi va bunga glyukozuriya deyiladi. Demak, bemorlarning siydik bilan qon miqdorining ajralishi deyiladi. Endi glyukoza albatta ikkilamchi siydikka o'tgandan keyin siydikda osmotik bosim oshadi va o'z navbatda u o'ziga suvni tortadi. Bu esa o'z navbatda polimuriyaga olib keladi. Endi bizning kasallarimiz sutkalik diurezi 3 litrdan oshgan, 10-15 litrgacha yetadi. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring, organizmdan shuncha suv yo'qotilsa, albatta xohlasangiz, xohlamasangiz chanqash rivojlanadi. Bunga polidipsiya deyiladi. Fan tilida polidipsiya. Ana siz oddiy misol, demak bemorlar qanday o'zini qaysi klinik belgilarga qarab aniqlashi mumkin. Qachonki kasal ko'p chanqasa, ko'p og'zi qurisa, ko'p suvga ehtiyoji bo'lsa va diurezga ko'p chiqsa, bu demak albatta xohlasangiz, xohlamasangiz diabet kasallikka demak duchor bo'lgandan yoki shu diabet kasalligining ilk alomati desak ham bo'ladi. Bu klinik belgilarning rivojlanishi. Undan tashqari endi o'zimiz bilgan taqdirda barcha demak qonda demak mikrosirkulyatsiyada qon miqdori oshgan hujayralarga esa qon hujayralarga esa glyukoza o'tmaydi. Shuning uchun barcha demak hujayralarda shikastlanish boshlanadi. Chunki hujayralardagi yog'lar, oqsillar aktiv energiya hosil qilish uchun chala parchalanadi. Masalan, skelet muskullar asosan oyoq qo'llarda yaxshi rivojlangan. O'sha mushaklarda oziqlanish buziladi. Bu esa albatta mushaklarning distrofiyasiga olib keladi. Bu gipotrofiyaga olib keladi. Bu atrofiyaga olib keladi. Bu parabiozga olib keladi. Bu demak o'z navbatda mikrosirkulyatsiyaning buzilishi, kislorodsiz, ya'ni parchalanish, chala yongan mahsulotlarning to'planishiga olib keladi. Sut kislota, pirozul kislota, chala yongan mahsulotlar, keton tanachalarning o'silishiga olib keladi. Bu esa o'z navbatda qandli diabet kasalligining demak asoratlariga olib keladi. Bu asoratlardan biri masalan qandli diabet bo'lgan kasallarda mikrosirkulyatsiyaning buzilishi natijasida mushaklarning bo'shashi, mushaklarning kuchsizlanishi, holsizlanishiga olib keladi. Undan tashqari esa kasallarda demak oyoqlarda, qo'llarda bu kislorodsiz ichkaridan qoraygan parabioz, paranekroz tufayli dog'larning olib kelishadi. Bu esa masalan o'sha oyoq skelet muskullarida demak gangrena holatlariga olib keladi. Qarason asoratiga olib keladi. Chunki bemorlarimizning eng asosiy shikoyatlari oyoqlarda sovuq qotish, oyoq panjalarining sovuq qotishi, issiq kunda ham mikrosirkulyatsiya buzilganligi sababli, aktiv energiya hosil bo'lmaganligi sababli
oyoqlar sovuq qotadi va bu o'z navbatida ana shunday demak qarason asorati yana gangrenaning rivojlanishiga olib keladi. Undan tashqari mikrosirkulyatsiyaning buzilishi ko'rish qobiliyatining pasayishiga olib keladi. Kataraktaning rivojlanishiga olib keladi. Ko'rish qobiliyatining pasayishi hatto borib ko'rlikka olib kelishi mumkin. Undan tashqari nishon a'zolar bo'lib yurak hisoblanadi. Chunki yurak mushaklarida ham insulin glyukozani o'tkazuvchi vazifani bajaradi. Bu yerda esa yurak mushaklarining kardiomiyotslarda ATF energiya hosil bo'lmaydi. Shuning uchun kasallarning yurak kardiomiyotslarda mikrosirkulyatsiya buziladi, oziqlanish buziladi. Bu o'z navbatida esa glyukozaning hujayraga kirmasligi natijasida ATF energiya hosil bo'lishi buziladi va bu ishemiyaga olib keladi. Ishemiya esa mahalliy kamqonlik, o'sha yerda infarkt, ya'ni o'lgan hujayralarning shikastlangan hujayralarning to'planishi va infarkt miokardga olib keladi. Yana undan tashqari demak kasallarda tishlarning to'kilishi, kasal hech qanday tishlardan demak kasallik yo'q, karies yo'q, pulpit yo'q, lekin tishlarda hujayralarga demak uglevod kirmaganligi sababli to'qmalarga, milklarga qon aylanishi, o'sha uglevodning milklar hujayralarga kirmaganligi sababli milk hujayralarida ATF energiya hosil bo'lmaganligi sababli milklar bo'shashib qoladi. Shuning uchun bemorlarning tishlari to'kiladi. Undan tashqari demak nerv hujayrasining shikastlanishiga olib keladi. Yana eng asosiy a'zolarimizdan biri bu buyraklarning shikastlanishiga olib keladi. Undan tashqari jigar hujayralarining shikastlanishi jigar sirrozlariga olib kelishi mumkin. Ana shunday demak har xil demak og'ir asoratlarga olib keladi. Biz bemorlarni demak klinik belgilarini o'rganganimizdan keyin kasallarni qachon biz kasalxonaga demak statsionarga yotqizishimiz kerak. Buning uchun birinchi o'rinda biz qonda glyukozaning ko'tarilishi, ya'ni klinik belgilarni chanqash, poliuriya, ho'rsizlik, tana vaznining kamayishi. Ikkinchidan, qonda glyukozaning konsentratsiyasi 7 millimol na litrdan yuqori yoki 11 millimol na litrdan yuqori bo'lsa, ana shunday klinik belgilarni ko'rganimizdan keyin albatta kasallarni hech ikkilanmay tez statsionarga yotqizishimiz kerak. Hozirgi kunda qandli diabetning demak biz asosan yotqizganimizdan keyin hozirgi kunda qandli diabetning insulinga bog'liq turi va bog'liq bo'lmagan turlarida asosan biz ularni davolashimiz kerak. Qandli diabetning birinchi insulinga bog'liq turida biz albatta insulin bilan davolaymiz. Nima uchun insulin tabletkalarda ishlab chiqarilmaydi? Chunki uni biz tabletkalarda bemorlarga tavsiya qilsak, oshqozonda u parchalanib ketadi va albatta inson organizmiga ta'siri kam. O'sha uchun biz uni inyeksiyalarda ishlab chiqarilgan va biz uni inyeksiyalarda bemorlarga qaysi organizmning tananing qaysi qismiga yuborishni biz ularga oddiy demak xalqqa tushuntirishimiz kerak. Qandli diabetning insulinga bog'liq turi bo'lgan bemorlar doimiy ular demak insulin qabul qiladi. Shuning uchun biz ular uyga borib insulin doimiy qabul qilganligi sababli biz oddiy xalqqa tushuntirishimiz kerak. Har doim demak tananing bitta joyga insulin yuborish ham noto'g'ri. Chunki o'sha yerdagi hujayralarning shikastlanishi va ularning distrofiyasiga olib keladi. Shuning uchun biz ularga aytishimiz kerak. Asosan insulin tananing qaysi qismiga yuboriladi va tananing quyidagi qismlari tez inyeksiya qilish uchun ham qulay, ham xavfsizdir. Bu qaysi qism? Birinchisi bu qorinda. Qorinning kindik va uning atrofini hisobga olmaganda, ya'ni kindik va uning atrofini qilinmaydi. Qorinning qaysi demak qolgan atrofida demak kindikdan tashqari qolgan qorinning qismlariga bemalol insulin yuborsa bo'ladi ter ostiga. Chunki o'sha yerda qilinsa ham qulay, ham xavfsiz. Bu yerda insulinning so'rilishi ham tez sodir bo'ladi. Undan tashqari yelkaning tashqi yuzasida u yerda ham insulinning so'rilishi yaxshi. Yana dumba sohasida qilish mumkin. U yerda insulinning so'rilishi lekin sekinroq. Yana undan tashqari sonning old qismiga ham insulin qilinadi. Bu yerda ham so'rilish, insulinning so'rilishi sekinroq kuzatiladi. Demak, biz qandli diabet kasalligida asosan ana shularni bilishimiz kerak. Ana endi qaranglar, mikrosirkulyatsiya oyoqlarda buzilganligi sababli qanday demak teri butunligi butun,
bemorlar sizga murojaat qiladi. Siz demak qanaqa hamma endokrinolog bo'lmaydi, lekin qanaqa shifokor bo'lishingizdan qat'iy nazar shu ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak. Bemorning terisida tashqaridan hech qanday shikastlanish yo'q, travma yo'q, lekin teri butun ichkarida qoraygan dog'lar paydo bo'ladi. Biz ana shu qoraygan dog'larni qarab, qondagi glyukoza hujayraga o'tmagan. Shuning uchun hujayralarda yog'lar, oksillar chala parchalangan. Bu esa o'z navbatida kislorodsiz parchalanish natijasida ichkaridan mikrosirkulyatsiyaning buzilishi va ichkaridan demak parabioz, paranekroz qoraygan dog'larga olib kelishini bilishimiz kerak. Va bu o'z navbatida ana shunday demak gangrenalar bilan tugatiladi. Bu demak kasallikning demak asoratlariga kiradi. Bundan tashqari biz qandli diabet bo'lgan bemorlarda yana demak infarkt miokardni kuzatishimiz mumkin, jigar sirrozini kuzatishimiz mumkin, buyrak yetishmovchiliklarini kuzatishimiz mumkin. Asoratlari juda ko'p. Hozirgi kunda butun dunyoda 10 ta insondan 3 kisi qandli diabet kasallik bilan kasallanganligi aniqlangan. Bu esa 2050-yilga borib 10 ta insondan 5 kishi yana kasal bo'lishi ehtimoli kuzatilmoqda. Ana shunday holatlarni oldini olish maqsadida biz ratsionimizni to'g'ri tashkil qilishimiz kerak. Inson organizmida ehtiyot bo'lishimiz kerak. 40 yoshdan keyin uglevodlarni kam iste'mol qilishimiz kerak. Ko'proq demak kletchatka qabul qilishimiz kerak. Demak ko'proq biz mevalardan, ko'proq bizlar demak har xil demak polis mahsulotlardan qabul qilishimiz kerak. Bunga ehtiyot bo'lishimiz kerak. O'sha qovun mahsulotlari ham qand miqdorini oshiradi. Bunda asosan shirin mahsulotlardan masalan o'rik mahsulotlari ham qandni oshiradi. Albatta biz bularni hammasini e'tiborga olishimiz kerak, nazoratga olishimiz kerak. Qandli diabet bo'lgan kasallar 9-parhez stoli bilan oziqlanadi va ular o'zini demak nimasini parhez stolini to'g'ri tashkil qilsa, uy sharoitida, ambulator sharoitida ular vaqtiga shifokorga murojaat qilsa, dispanser nazoratida turib, vaqtida demak muolajalarni olib tursa, bemalol ular yana o'sha Alloh bergan umrni ko'rib, o'zini demak hech qanday ana shunday kasalliklarning asoratini oldini olgan bo'ladi. Chunki hozirgi kunda qandli diabetning birinchi turi autoimmun kasallik, ya'ni genetik mo'yil kasal bo'lganligi sababli uni davosi yo'q. Bemorlar bir umr demak umrining oxirigacha insulin qabul qiladi. Ikkinchi tipni ham qandli diabet bu o'rtilgan turi, lekin bemorlarimiz to'g'ri demak sog'lom turmush tarzini olib borib, o'zini demak parhez ovqat rejimi, ovqat ratsioniga to'g'ri qarab, o'zini demak o'zini nazoratini to'g'ri olib borsa, kasallarning tuzalganlari ham bor, sog'ayganlari bor. Bu albatta bizning organizmimizga demak to'g'ri demak ovqatlanishimizga bog'liq. Demak hammasi har bir kasallik odamni demak insonni o'ziga bog'liq ekan. Shu uchun hurmatli tinglovchilar, stress, har xil asabiy zo'riqishlar, albatta alkogol, demak shunaqa ovqat mahsulotlarining demak noto'g'ri balava partish qabul qilish, demak ovqat rejimining buzilishi kabi ehtiyojlar nimalardan, sabablardan biz uzoqqa bo'lib o'zimizni ehtiyot qilishimiz kerak. Chunki sog' tanda sog'lom aql. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Buxoro davlat tibbiyot universiteti patologik fiziologiya kafedra mudiri, tibbiyot fanlari doktori, dotsent Abdullayeva Muslima Ahadova.